Uyingizda suvni davleniyasi kam bo'lsa, buni yechimi bor. Yonkis qo'yiladi. Yonkisdan mana sentralniy suv keladi. Через поплавок yonkisiga suv to'ladi. Keyin nasos через yonkis ishlaydi. Mana bunday. Mana bu yonkisdan kelyapti va uyga qarab kachat qiladi. Через filtr uyning ichiga suv tarqaydi. Endi biz yana bitta narsa qoldirib ketganmiz. Mabodo bachok alishtiriladigan yoki ishdan chiqsa yoki teshilsa, bu premoy sentralniy suvdan premoy mana kranlar ochiq tursa, premoy ishlayveradi va bachok yopib qo'yiladi va tepasi ham yopib qo'yiladi, poplov ham yopib qo'yiladi. O'sha bu yoqdan kelgan sentralniy suvdan ishlab turaveradi. Endi bu yonkis nima uchun qo'yildi? Mabodo suv tugab qoladigan bo'lsa, bemalol suv o'chib qolgan taqdirda ham uyning egasi suvni o'chganini sezmaydi. Mana shunaqa qulaylik uchun bizga like bosib qo'yasizlar.